Nogironlik pensiyalari va kompensatsiyalarini tayinlashda proaktiv xizmatlarni joriy etish to'g'risidagi Prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, 2025 yil 1-iyuldan fuqarolarga davlat pensiyalari va kompensatsiyalarini tayinlashning quyidagi soddalashtirilgan tartibi joriy etiladi. Fuqarolarga birinchi yoki ikkinchi guruh nogironligi belgilanganda pensiyalarni alohida murojaat talab etmasdan proaktiv shaklda tayinlash. Bunda fuqaroga proaktiv shaklda tayinlangan pensiyalarni rad qilish huquqi beriladi. Ko'rish qobiliyati bo'yicha birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslarga hamda yadro poligonlari va boshqa radiatsiya yadro obyektlarida harbiy xizmatni o'tagan shaxslarga kompensatsiyalarni elektron ma'lumotlar almashinuvi asosida proaktiv shaklda tayinlash. Nogironlik pensiyasi tayinlangandan so'ng kamida 1 yil ish stajiga ega bo'lganda fuqaroning pensiya miqdori har 2 yilda proaktiv shaklda qayta hisoblash. 2025 yil 1-oktyabrdan davlat pensiya ta'minotiga oid hamda AT Xalq banki tomonidan pensiyalarni naqd pul shaklida to'lash bilan bog'liq xizmatlar fuqarolarni biometrik identifikatsiya qilish, Face ID hamda ularning imzosini elektron shaklda olish orqali amalga oshiriladi. E'tiboringiz uchun tashakkur.